To'xtattiring. Men tushunmayapman. Assalomu alaykum Gullar dunyosi guruhi a'zolari. Ko'rishinglar mumkin, bizda juda ko'p klientlarimiz kutgan tayyor fabrishniy buket qog'ozlarimizdan kelgan. Ko'rishinglar mumkin, buni 4 xil rasvetkada kelgan. Ko'rishinglar mumkin, eng ko'p o'tadigan, hamma so'raydigan ranglardan olib kelib qo'yganmiz. Buni qanaqa afzalliklari bor deb so'rasanglar, ko'rishinglar mumkin. Bularni shundoq ko'p vaqt olmaydi, tayyor shundoq fabrishniy gulni olib solib qo'ysanglar bo'ladi. Ko'rishinglar mumkin, bular tayyorlanmagan holatda shunaqangi 4 xil rasvetkada eng chiroyli va eng ko'p o'tadigan ranglardan olib kelib qo'yganmiz. Bularni qanday tayyorlanadi desanglar, xuddi shu holatda bu yoqqa qayiramiz va xuddi shu bantigini boylab qo'yamiz. Hammasi emas, ko'rishinglar mumkin, bizda shunaqangi bog'lik tayyor kapalak sumkalarimizdan olib kelib qo'yganmiz. Ko'rishinglar mumkin, bu tayyor holati. Xohlasanglar bularni gullarini o'zingizlarning xohishingizga qarab chiroyli qilib tayyorlab olsanglar bo'ladi. Bularning sumkalaridan ham, gullaridan ham bor. Bu tayyorlanmagan holatda ko'rishinglar mumkin. Shunaqangi bog'lari, bantiklari ham bor. Bemalol olib, xohlagan rangingizda bo'ylab qo'ysanglar bo'ladi. Bitta e'tibor qilib qo'yasizlar, bularni tayyor idishlari o'zi bilan kapalak sumkalarimizni idishlari o'zi bilan bularni xohlasanglar vazadagi gullarni solib qo'ysanglar bo'ladi. Xohlasanglar shu idishiga bemalol o'zingizlar xohlagan gullarni tayyorlasanglar bo'ladi. Bularning narxlariga keladigan bo'lsak, shunaqangi chiroyli kapalak sumkalarimiz, e'tibor qilib qo'yasizlar, ichida o'zini idishlari bilan narxi atigi 15 ming so'mdan bemalol olib ketsanglar bo'ladi. Bularimizni narxiga keladigan bo'lsak, ko'rishinglar mumkin. Xo'p, pachkasi 25 ming so'm, pachkada 10 dona bo'ladi. Shunaqangi sifatli gul va gul mahsulotlari kerak bo'lsa, quyidagi raqamlarga bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin.